Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 8-fevral. Xudo xolasa yana bitta 50 kilovatlik loyihamizni yakunlash arafasidamiz. Panellarni ustanovka qilib oldik. Bu yerga 625 vatlik paneldan, Era Solar paneldan brendiga ega 80 dona panel qotirdik. Mana bu old tomoniga xonadon tomiga qotirdik. Xudo xolasa panellarni tugatdik. Montaj jarayonlarini, inventor ustanovkalarini yana siz bilan baham ko'rishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.